Kanimyoq tumanining 100 yilligi bu do'stlik, birdamlik bayrami bo'lyapti. Sababi mana turli millatlarimiz o'zlarining bugun ko'tarinki ko'ngillari bilan shu bayramni nishonlayotganini ko'ryapmiz. Endi bu Kanimyoq tumani 100 yillik asr to'yi deb xalqimiz juda quvonyapti, bayram qilyapti. Asr to'yida mana Kanimyoqning turli inshootlarining, shuning ichida mana madaniyat uyining yangidan rekonstruksiya bo'lib ochilishi, ta'mirlanishi bu xalqimizga madaniyatga degan, ma'rifatga degan katta bir bayramona tuhfamiz bo'lyapti. Shuning uchun Kanimyoq xalqi bilan birgalikda Navoiy viloyatidagi hamma yashayotgan do'st, inoq bo'lib, tatu hayot kechirib yashayotgan xalqimiz nomidan mana bugungi asr to'yi bilan chin yurakdan tabriklayman. Chunki Kanimyoqimizda ko'p millatli xalqimiz do'st, inoq bo'lib, xudo onda bo'lib shu kungacha yashab kelyapti. Yoshlarimiz baxtli, katta kishilarimiz shuning duosida bo'lib, o'zlari shunday farovon hayotda yashayotgani, hurmatli yurtboshimizning mana inson qadrining ulug'lanayotganligining bir namunasi hisobida bo'layotgani hammamizga ma'lum bo'lib turibdi. Yaxshiliklarimiz, yangi kunlarimiz, bayramlarimiz ko'p bo'lsin, qardosh xalqlarimiz omon bo'lsin, birgalikda do'st, inoq bo'lib, mana keyingi farzandlarimizga namuna bo'lib yashayversin.